Menda bo'lgan kasalliklarim migren, boshda xotira pasayishi, beldagi grija va uyqusizlik, uyqum almashib qolgan edi. Undan keyin qonim kam bo'lgan va oshqozonda muammo bo'lgan. Mana shu kasalliklardan o'zimdan natija olganman. Onamda 2 xil kasallik bo'yicha, ya'ni grija, chap ko'zlarda katarakta, otamda sahrli diabetdan, prostatadan, gemoroy, davleniya 220 yurishidan juda ham zo'r rezultat olganmiz. Assalomu alaykum. Men Marg'ilon shahridan Azimova Feruzaman. Menda muammolarim juda ham ko'p bo'lgan. Migren, soch to'kilishi, beldagi grija va xotira pasayishi, shunaqangi kasalliklarim ko'p bo'lgan. 7 yil davomida juda ham qiynalganman bu kasalliklar bo'yicha. Shu mutaxassislar, professorlar hammasiga borganman. Natijani vaqtinchalik olganman. Juda ham ko'p yillar davomida olingan stresslarda migren kasali paydo bo'lgani uchun bu narsani o'zimga vrach meditsinada davosi yo'q bu kasalda deb aytgan. Doimiy ravishda lecheniya qilib yurasan degan. Shunaqa qilib yurib davolandim. 7 yil, 8 yil, 10 yilgacha shunaqa muammolarda yurdim, charchadim. Oxiri mana shu mahsulot, Beliver kompaniyasining mahsuloti yaqin bir insonim orqali kirib keldi, tavsiya qildi. Chunki mendagi bo'lgan holatlarni juda ham ko'p kuzatishardi yaqinlarim. Shuning uchun o'zida olgan natijani mana shu kompaniyaning mahsulotini menga tavsiya qildi. Kasbingiz nima edi? Stress holat nimadan kelib chiqqan? Meni kasbim tikuvchi bo'lganman. Avval 35 yillik tajribada tikuvchilik qilganman. Mana shu nimada tikuvchilik qilib yurgan mahallarimda ham shu grija kasalligini, kasb kasalligi deyiladi bizda, orttirilgan. Juda ham o'zim ayniqsa vesim 100 kilo vesda bo'lganman. Shu hozirgi kunda mana shu Beliver mahsulotini ichib kelganimdan keyin birinchi navbatda to'g'risi men ham tavakkal qilganman. Meditsina xodimlari bu kasalligini natijasi bo'lmaydi, davosi yo'q degandan keyin ancha-muncha narsaga ishonchim bo'lmagan. Lekin menda tavakkal qilish, o'sha menga tavsiya qilgan insonga nisbatan ishonch bo'lgan. Undan tashqari birinchi meni bu narsa jalb qilgani Yaponiyaning mahsulotligi meni tavakkal qilishimga sabab bo'lgan. Va mahsulotni oldim, mahsulot keldi, o'zini mutaxassislari buni dozasini tuzib berishar ekan, o'zingizning kasalligingizga, o'zingizda bo'layotgan nimaga qarab, muammolarga qarab kasallikni tuzib berar ekan. Birinchi olgan mahsulotim mana shu Magic Pack mahsulotini olganman. Birinchi kunda bittadan 3 kun bir mahal til ostiga so'riladi deb aytishgan. Shu narsani qilganman. 3 kun bir mahaldan ichganman. 3 kundan keyin 5 kun bir mahaldan 2 kunga o'tasan deyishgan. Shundan keyin shunaqa qilib 10 kun ichida mahsulotni dozasini baland qilib o'zlari nazorat qilishgan. Endi meni shu holatlarda olgan natijam 7-kunda menda qo'zg'alish bo'lgan. Uni menga tushuntirishgan boshida, agar sizni qayerdingizdadir qo'zg'alish bo'lsa, sizda bu normal holat, xursand bo'lishingiz mumkin. Demak, mahsulot уже natija berishni boshladi degan oldin menga shu narsani aytishganligi uchun ko'nglim xotirjam bo'lgan. Menda boshim og'riq juda baland og'rigan. Keyin 8-9-kuni har kuni ertalab turganimda men bosh og'rig'i bilan turardim. Shu migren asoratida shu narsa menda kuzatilmagan. Hayron bo'lganman. Keyin 15-kunga o'tganimdan keyin menda bu narsa umuman bo'lmagan. Xursand bo'lsam ham, xafa bo'lsam ham menda bosh og'riq kuchayib ketardi. Mana shu narsalardan xalos bo'lganman. Mahsulotni yana ham ixlos qilib ichishni boshlaganman. Koenzimni qo'shganmisiz? Koenzimni qo'shganman. Sababi koenzimni ikkala mahsulot birga kelganligi uchun koenzimni menga 5-kundan qo'shishni boshlashgan. 5-kundan och qoringa o'sha vesim bo'lganligi uchun yarim soat oldin ichishni tavsiya qilishgan. Ichganman. Mana shu koenzimni natijasi menda shunaqa zo'r bo'lganki, ana shu ertalab turganimda hamma yo'g'im ishinqirab turardim. Ana shu holatlar bo'lmagan, elastikligim oshgan. Keyin shu ertalab turgan mahalimda menda ishinqirashlar bo'lardi, keyin holsizlik bo'lardi. Ana shu koenzimni qo'shgan 5-kundan keyin mana shu narsalarda menda energiya hosil bo'lgan. Ertalabdan kechgacha charchash nimaligini bilmaganman. Xo'p, o'sha ishinqirashlar ham menda yo'q bo'lgan. Keyin bu mahsulotni ichish davomida zo'r natija olganligimdan keyin qo'shimcha mahsulotlari bor ekan. Root Life, Top Detox, aynan shu Top Detox mahsulotini men vazn ko'payganligiga ichganman. 100 kilo vazn bo'lganmanda, hozirgi kunda 65 kilo vaznga egaman. Uni qancha muddat ichdingiz? Top Detoxda. Top Detoxda bitta korobka ichdim, bo'ldi.
Ya'ni 5 ertalab oy. kechki payt. Ertalab kechki payt. Birinchi bir mahaldan ichdim, keyin 2 mahal, 3 kungacha shunaqa ichdim. Undan keyin 3 mahal, 5 mahalgacha ko'tardim. Bu mahsulotni qimmat degan insonlarga qanaqa fikrdasiz? Qanaqa javob bera olasiz? To'g'ri, bu mahsulot menga ham boshida o'zim uchun qimmat tuyulgan, rosa ham qimmat mahsulot deb tushunganman, lekin menda o'sha 7 yil, 10 yil vrachlarda licheniyasida bo'lganligim uchun bu mahsulotni birdaniga qimmat tuyulgan. Buni o'zini mutaxassisi tushuntirib bergan. 6 oylik mahsulot bo'lganligi uchun umuman qimmat emas, kunga bir 30 ming so'mga tushar ekan. Demak, siz buni necha oy muddat, ya'ni iste'mol qildingiz Magic Packni? Birinchi korobkani olganimdan keyin to'g'risi menga 6 oyga yetmagan, chunki muammoim juda ham ko'p bo'lgan. Buni tushuntirishgan. Menga 3 oyga yetgan xolos. 3 oy iste'mol qilganman. Keyin yana bitta korobka sotib olib ichganman. Undan keyin Rotlife mahsulotini ichganman. Ya'ni ichmay qo'yganingizdan keyin har xil kasalliklar, eski kasalliklaringiz qo'zg'ab, yana muammolar qaytib chiqqanmi? To'g'risi men shunaqa bo'lishidan qo'rqqandim. Men to'xtatib qo'yganimda orada 3 oydan keyin menda to'g'risi bir 15 kun, 20 kun uzilishlik bo'lgan. Mahsulot bo'yicha menda yana qaytuvlanish bo'ladi deganman. Yo'q, hech qanaqa qaytuvlanish bo'lmagan. Yana yaxshi qanaqa natija olgan bo'lsam, xuddi shunaqa natijada hozirgi kunda mahsulot ichganimga 2 yildan oshayotgan bo'lsa, hech qanaqa qaytuvlanish yo'q menda. Nojo'ya qanaqadir ta'siri yoki ichayotgan mahalingizda bir qanaqadir diskomfortga kirish, o'sha qo'zg'ash jarayoni deb qo'yadi. Shunaqa narsalar sizda bo'lganmi? Bezovtalanganmisiz? Yo'q, nojo'ya ta'sirini sezmaganman. Faqat o'sha tushuntirishi bo'yicha boshida o'sha jarayon boshlanayotganda hujayralarda shu og'riq qaysidir nimada belgi beradi o'sha deyishgan. Shu narsadan bir kun kuzatilgan xolos. Undan tashqari menda nojo'ya ta'siri hech qanaqa kuzatilmagan. Tushunarli. Bu mahsulotimiz mana uyda faqatgina o'zingiz iste'mol qilgansizmi yoki farzandlaringizga ham berdingizmi? Bu mahsulotdan men mo'jizaviy natija olgandan keyin bilmayman, bu narsani kimdir natija olgandan keyin albatta o'zini yaqiniga ilinadi. Meni o'zimni yaqinlarimdan dadamda onkologik rak kasali, oshqozon 12 barmoq ichaydi. Shunaqa onkologik palit bo'lgan. Dadamda sahr bo'lgan, 17 bo'lgan, 220 davleniyada yurganlar. Mana shu mahsulotni tavsiya qilganimda to'g'risi dadam o'sha mediklar, dadamga ham meditsina xodimlari, professorlar davosi yo'q kasali deb tushuncha bo'lganligi uchun dadam ichmoqchi bo'lmaganlar. Lekin Toshkentdagi o'sha mana shu mahsulotni o'zini mutaxassisidan men so'raganimda bemalol tavsiya qilishing mumkin, lekin bitta korobka bilan natija bo'lmaydi deb tushuntirishgan. Men rozi bo'lganman. Dadamda 5 korobka mahsulot ichqizganmiz. Mana shu Magic Packni o'zidan 5 korobka ichqizganmiz, lekin dadamda bitta korobkani dozasi ichish tartibi bilan belgilab berishganda bitta korobka 3 oyga yetgan xolos. 3 oy. Ya'ni bu mahsulotimizni oilaviy iste'mol qilganmiz. Onamda grijadan, chap ko'zlarida kataraktadan, kelinimizda mioma polatritdan, jiyanimda kislorod yetishmovchiligi va yagona yurak yetishmovchiligi bor edi. Mana shunda juda ham zo'r natija olganmiz. Bo'yi o'sgan. Shunday qilib, mendan keyingi ukamda oshqozonida yazva doimiy stomatitda yurardi. 3 yil davomida hech qayerga bormagan, joy qolmagan. Mana shu mahsulotni Magic'ni o'zidan oshqozonida yazvada juda ham zo'r rezultat qilgan. Oilaviy rosa ham yaxshi natijalar olganmiz. Yaxshi, rahmat. Demak, minnatdorchilik va xayrlashuv. Minnatdorchilik avvalo mana shu mahsulotni oladimi, olmaydimi demasdan yaqin insoni menga tavsiya qilganiga minnatdorman. Doim ota-onam duoda mana shu insondan. Bundan tashqari mana shu mahsulotni bizni O'zbekistonimizga ilinib olib kirgan mana shu asoschisi prezidentiga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Hozirgi kunda nafaqat Marg'ilonda juda ko'p insonlar bundan natija olyapti. Sabab bo'ldi mana shu mahsulot. Doimiy duolarimizda bundan keyin ham hech kimga qo'rqmasdan tavsiya qilamiz.